Shayxul Islom Imom Abdullah Muborak bu zatning tarixini bayon qilishdan ilgari u kishining oilasi haqidagi go'zal bir qismini so'zlab o'tmay bo'lmaydi. U kishining dadasi Muborak ibn Vodih nihoyatda taqvodor, solih kishi bo'lib, bir anorliq boqqa qaraydi. Bir kuni bog'ning egisi u kishidan tatliq pishgan anordan birini uzib chiqishga buyurdi. U kishi bog'ga kelib bir tal anorni olib chiqib, bog' egasiga bergandan keyin, bog' egasi anorni yeganida anor ochiq bo'lib, bog' egasi uningga qaytadan tatliq anor uzib chiqishga buyurdi. U kishi bu qatim boshqa bir daraxtdan bir qancha anorni olib chiqdi. Ammo u anorlarning hammasi ochiq bo'lg'achqa yana qayta tatliq anor uzishga buyurdi. Har qatimda ochiq anor uzib chiqqanligini ko'rgan bog'ning egasi nihoyatda ochiqlanib, "Sen ochiq anor bilan tatliq anorning qanday bo'lganligini bilmamsan?" deb kayish boshlaydi. Muborak ibn Vodih shundoq bilmayman. Chunki men bu bog'ning anoridan bir ton yeb baxmadim. Chunki sizlar anorlarni yesang bo'ladi deb menga ruxsat bermagan edilar. Shunlashqa qaysi daraxtning anorining ochiq, qaysi daraxtning anorining tatliq ekanligini bilmayman deb javob berdi. Buningdan ajablangan va uning taqvoligiga hayron bo'lgan bog' egasi u kishining hurmatini qilib qadrlab ishiltidi va har doim o'zining muhim ishlarida u kishidan maslahat so'raydigan bo'ladi. Bog'ning egasi bir kuni u kishining yoniga kirib, o'zining bir qizi borligini, qiziga nurg'ulg'an elchilarning kelayotganligini aytib, zodi qanday kishini tanlasa bo'lganligi haqida maslahat so'raydi. Muborak ibn Vodih u kishiga maslahat berib mundaq deydi: "Jahoniyat ahli shuhratlik, nasablik oilani oldingi tanlash qiladi. Yahudilar bo'lsa, mol dunyosi ko'p oilani oldingi tanlash qilishidi. Nasoralar bo'lsa, chiroy go'zalligini oldingi tanlash qilishidi. Islom ummati bo'lsa, diyonatini tanlashda eng oldingi o'ringa qo'ydi" deydi. Bu javobdan mamnun bo'lgan bog'ning egasi ayoliga "Men qizimizga buningdan loyiqroq biri bor deb qaramayman" deydi va qizini Muborak ibn Vodihga nikohlab berdi. Mana bu taqvodor solihlar oilasida ummatning faqihi, fazilatlik mujtahid, mujohidlarning faxri Imom Abdullah ibn Muborak rahimahulloh hijratning 118-yili dunyoga keldi. Imom Abdullah ibn Muborakning ilm elishi Qur'oni Karimni yodlab, murattab qori bo'lgandan keyin hadis ilmi bilan boshlangan bo'lib, u kishi shu chaqda 20 yoshda edi. Ustozi Rabi ibn Anas'dan hadislarni yodlashdan boshqa hadis ilmining asosini o'rgangandan keyin hijratning 140-yili ilm uchun islom mamlakatlari bo'lgan rasmiy safarini boshlaydi. U kishi ilm safarida Makka, Madina, Sham, Misr, Iroq, Jazira va Xuroson diyorlariga borib, shu yerdagi katta olimlar va tabiinlar bilan uchrashdi. Va shu vaqtdagi ulamolarning kattalari bo'lgan Imom Azam Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Avza'i, İmam Sufyan ibn Uyayna, Sufyan Savri ve ulardan başka nurgun tabiinlar ve katta ulamolarning ilm so'rovlariga qatnashishdan boshqa yuqorida tilga ilingan ustozlarning yenidan yillarcha ayrilmasdan ilm oladi. Shunday qilib ilm yo'lida uzluksiz tirishgan Imom Abdullah ibn Muborak hadis va fiqh sohasida so'zi dalil isbot qilinadigan bir kishiga aylanadi. U kishi Hisham va Lays ibn Sa'ddek muhaddislarda hadis ilmiy quvvatini kuchlantirgan bo'lsa, İmam Azam, İmam Malik ve Sufyan Savri qatorliq faqihlardan fiqh tarafini yükseltirgan bo'lib, tarix kitoblarida İmam Abdullah ibn Muborakning Kitab-ı Tafsir, Kitab-ı Cihad, Kitab-ı Tarix, Kitab-ı Sunan, Fil Fiqh qatorliq 20 ga yaqin kitobni yozib qoldirganligini xotirlagan. İmam Abdullah ibn Muborakning taqvodorligi va ilmda nihoyatda kamolat yetganligi Iroq yaqinga tarqalib, u kishidan dars olish uchun kelgan taliblarning soni kundan kunga oshib boshlaydi. Chunki bu zotmo ilmda xilali yetishib qolgan bo'lib, fiqhida mustaqil ko'z qarashga ega bo'lishdan tashqari fatvo berish va ijtihod qilish maqomiga yetgan edi. Imom Abdullah ibn Muborak nihoyatda taqvodor zot bo'lib, u kishi doim mundaq deydi: "Dunyo mo'min kishi uchun zindon misolidir. U bu yerda musibatlarga sabr qilishi va ochiqini qamchilab turish kerak. Musulmonlar uchun haqiqiy baxtli turmush oxiratdir. Bu fani dunyo bo'lsa, mangulik dunyo bo'lgan oxirat olamiga tutashgan qisqacha bir yo'ldir. Kimki o'zida rostchilik va Muhammad alayhisolamning ashablarini yaxshi ko'rishdan iborat ikki xislatni yetildirsa, cho'qim utuq qozona oladi. Zohid degan qo'liga mol dunyo kelsa, ko'ranglab ketmaydigan, qo'lidan ketib qolganida g'amkin bo'lib urmaydigan kishidir. Imom Abdullah ibn Muborak hadislar va sahobalar tarixi haqida ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib, ko'pincha vaqtda uyda o'tirgan bo'lg'achqa, uni ko'rgan kishilar uyda o'tiraversangiz zerikishlik emasmi deyishadi. Imom ibn Muborak qandoqmi zerikay? Halbuki payg'ambarimiz va sahobalar menga hamroh tursa deb
hadis va tarix kitoblariga ishorat qilib qo'yadi. Imom Abdulloh ibn Muborak islom ummatining faqih mujtahidi va qalamidan unjilar to'kilgichi olim muhaddisi bo'lib qolmasdan jang maydonidagi botur mujohidlarning faxridir. U kishi musulmonlar safining eng avvalida shahodat martabasiga intilgan kishilarning boshlamchisi bo'lib, ayni chog'dagi o'zini dunyodagi eng qudratli qo'shin hisoblaydigan Rum qo'shinlari bilan bo'lgan jihodiy harakatlarda va dushmanlarga qarshi ribotlarda islom erkaklarining shijoatining qandoq bo'lganligini namoyon qilgan edi. Imom Abdulloh ibn Muborak bir qatimning jihoddan qaytib kelganidan keyin qattiq kasal bo'lib yetib qoladi. Kesili ig'irlashib qolgan chaqda o'zining azod gardisi Nasrga mening beshimni tuproqqa qo'ygin deydi. Nasr buni anglab qattiq yig'lab ketadi. Nima yig'laysan, yig'lamag'in deganida Nasr mundaq deydi. Men sizning ilgirki boy-boyashat kunlarini aslab qoldim, ammo hozir intayin g'ayib holda, fikr holatda sakratga tushdilar deydi. Imom Abdulloh ibn Muborak buningga javoban men Allohdan meni fikrlar qatorida vafot topqizib, boylar qatorida tirildirishini so'rayman. Menga shahodat kalimasini to'xtamasdan talqin qilib bergin. Mening eng oxirgi so'zim shahodat bo'lsin deydi va shahodat keltirgan holda vafot bo'ladi. Bu yili hijratning 181-yil bo'lib, Ramazon oyi edi. Butun islom ummati Imom Abdulloh ibn Muborakning vafotiga qattiq qayg'urdi. Bu kishining vafoti haqida ba'zi ulamolar mundaq deydi. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh o'limga bir qancha xil xayrli ish ustida uchrashdi. Intayin katta amal bo'lgan jihad ibodatidan keyin vafot bo'ldi. Oylarning sultoni bo'lgan rahmat oyi Ramazon vafot bo'ldi. Eng oxirgi tiniqlarida shahodat kalimasini zikr qilgan holda jon taslim qildi. Alloh taolo Imom Abdulloh ibn Muborakdan rozi bo'lsin va yuqorida tilga ilingan yoki ilinmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.